Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz JavaScript olamidagi eng kuchli va ko'p ishlatiladigan fundamental mavzu array massivlar haqida gaplashamiz. Bu oldingi videolar davomi. Ushbu dahshatli master klassimizda biz massivlarni yaratishdan boshlab, ularda operatsiya qiluvchi eng murakkab metodlargacha, ya'ni map, filter, reduce largacha hammasini tahlil qilamiz. Agar tayyor bo'lsalaring, boshlaymiz. Massiv o'zi nima? Massiv bu bitta o'zgaruvchi nomi bilan ko'plab ma'lumotlarni tartib bilan saqlash uchun ishlatiladigan obyektdir. Uni ichida raqamlangan bo'lmalari bor, bo'lgan uzun konteyner deb tasavvur qilish mumkin. Va bu yerda boshlaymiz. Misollar bilan. O'tgan darsda bu misolni ko'rib chiqqandik. Bu darsda nazar tashlab ko'ramiz bu misollarga. Chunki massivlarda oz ko'pi bir xil. Natijasini ko'ramiz. Natija ko'rganlaringdek olma va 3. Ya'ni 3-chidagi olma. Endi bu yerda tahlil qilamiz. Dasturlashda sanoq doim 0 dan boshlanadi. Lens bu xususiyat massiv ichidagi nechta element borligini doimiy sanab beradi bizga. Ko'rganlaringdek, masalan, 0, 1, 2 va 3. Ko'rganlaringdek 3 chiqdi va olma. 3-chidagi olma chiqyapti. Ya'ni mantiq algoritmi aynalyapti. Endi dinamik boshqaruv ko'ramiz. O'tgan darsda ham buni ko'rdik. Bu darsda ham ozgina o'tib ketamiz. Ya'ni push, pop, shift va unshift. Bu metodlar massivning ikkinchi chekkasidan ma'lumot qo'shish uchun yoki o'chirish uchun kerak. Buni ham bitta misol qilamiz, o'tgan darsdagiga o'xshab. Qisqa tahlil. Bu yerda ko'rganlaringdek 4 ta metodni ishlatdik. Oxiri bilan ishlash push pop, ya'ni tezroq, chunki qolgan elementlar o'rnida jilmaydi. Boshida ishlash shift va unshift, sekinroq, chunki hamma bir qadam surilishi shart. Bu misolni o'tgan darsda ham ko'rib chiqdik. Bu darsda tezroq o'tib ketdik. Endi transformatsiya va filtr, ya'ni map, filtr va foreshni ko'rib chiqamiz. Bu metodlar massivni aqlli aylanib chiqishi uchun ishlatiladi. Sonlar misolidan boshlaymiz. 1 dan 5 gacha. Son endi forech shunchaki aylanib chiqish uchun forech ishlatamiz. Sonlar forech va bu kodda ko'paytirib 2 qildik forech ichida. Bu yerda nima chiqadi? 2, 4, 6, 8 va 10 ekranga chiqadi. Ko'ramiz. Ko'rganlaringdek, ya'ni yonida bo'lib chiqdi. Endi map ishlatamiz. Map har bir elementni o'zgartirib, yangi massiv yaratish uchun ishlatiladi.
alohida katak bilan masalan kvadratlar deb yozamiz. Ko'rganlaringdek kvadratni konsolga olmoqmiz buni. Konsolni ichiga olamiz va kvadratlarni ko'rib chiqamiz. O'zgaruvchimiz ismi kvadratlar edi. Ko'rganlaringdek kvadratlar chiqdi. 1, 4, 9, 16, 25 gacha ketyapti. Endi filtr shartga moslarini tanlab olish uchun ishlatiladi. Endi ko'ramiz. Let juft sonlar degan o'zgaruvchi yaratamiz. Va sonlar ichidagi tepadagi sonlarni filtrlash uchun va xuddi shu formulani bilan ketamiz. S foiz 2 konsollik juft sonlarni oxiriga qo'ygandik. Endi ko'rganlaringdek 2 va 4 chiqdi. Endi buni tahlil qilamiz. Nima uchun bunday bo'lganini. Masalan, for ishda hech narsa qaytarmaydi. Shunchaki har bir element ustida buyruq bajaradi. Map esa transformatsiya ustasi, ya'ni har doim massiv qaytaradi va filtr saralash mutaxassisi faqat true javobini bergan elementlarni o'tkazadi. Ya'ni bu filtrda faqat true javob berganlarni, masalan, oxirini aytib ketamaslari filtr, ya'ni foiz degani faqat juft sonlarni ol dedik bunga. Bu yerda juft sonlar 2 bilan 4. Ko'rganlaringdek 2 bilan 4 chiqardi bizga filtr. Endi reduce, fit va sum every murakkab hisob-kitob va qidiruvlar uchun ishlatiladigan professional metodlarni ko'rib chiqamiz. Har bir kod uchun alohida kod yozishga harakat qilyapman, misollar keltirishga, ko'proq va tezroq esda qolish uchun. Endi reduce ishlatamiz. Reduce bitta umumiy qiymatni yig'ish uchun ishlatiladi. Ya'ni masalan jami narx degan misolni keltirsak bo'ladi. O'zgaruvchiga jami deb qo'yamiz. Savat ichidagi tepadagi yangi kodimiz sum narx sum plus narx. Ikkinchisi fint ko'ramiz. Fint shartga mos birinchi elementni topish uchun ishlatamiz. Let qimmat deb olsak. Endi every'ga keldik. Every hamma element shartga mosmi? Shuni ko'rib chiqadi. Ya'ni puli bormi yo'qmi shuni ko'rib chiqadi qisqasi. Every ni katta 500 qilamiz. Buni o'zgartiraylik unda. Endi bularni konsolga yig'amiz. Konsollik birinchisi jami, ikkinchisi qimmatida o'zgaruvchining ismi va uchinchisi endi konsolda ko'rib chiqamiz. Ko'rganlaringdek birinchisi 750 chiqqan jami. Bu yerda hisob-kitob masalan 400 ga 250, 650 va 100 750. Birinchisi to'g'ri. Ikkinchisi qimmat savat fint. 300 dan kattami kichikmi? 400. Oxirgisi savat 50 true chiqqan. Bu yerda nima uchun deb bo'ldi? Masalan, sum va reduce'ni boshidagini ko'rib chiqgan bo'lsak, metodida u har bir qadamdagi yig'indini o'zida saqlab boruvchi idish vazifasini bajarib beradi bizga. Fint bilan filtr esa
Fint bittagina, ya'ni fint bilan filtrda farqi, fint bittagina elementni topgan zahoti qaytaradi. Filtr esa shartga tushgan hammasini massiv qilib beradi bizga. Ko'rganlaringdek misolimiz javobi shu va qisqa misolimiz xuddi shunday bo'lib chiqdi. Endi barchasini bugun o'rganganimiz hammasini bitta video misolda birlashtiramiz. Real loyihada ishlatiladigan kod yozamiz. Bizga smartfonlar ombori bor degan misol qilamiz. Smartfonlar uchun bitta let ochamiz va qo'yamiz. Uzr. iPhone bo'lsin. iPhone 15 qo'ydik. Narxi 1200 bo'lsin. Va stok true. Birinchisi tayyor, ikkinchisi men xuddi shunday davom etamiz. E'tibor bermanglar, men ham kallamga kelgan narxni qo'yib ketyapman. Uchinchisi Pixel bo'lsin. Pixel 8. Price 800. Stock true. Va bizda omborimizda 4 ta telefon bor ekan. Bu yerda qisqa aytib o'tadigan bo'lsam, faqat sotuvda borlari, masalan, stock true qilib chiqamiz. Stock false esa sotuvda yo'q. Va narxi $100 dan baland telefonlarda olamiz. Ularning nomini chiroyli ko'rinishga keltirdik va jam narxini hisoblaymiz endi. Dasturimiz davomida results degan o'zgaruvchi oldik va buni tepadagi produktni qo'yamiz. Filtrimizni ishlatamiz. P Bu yerda birinchi filtrimizda nima qildik? iPhone 15 Pixel 8. Bu filtrdan iPhone 15 bilan Pixel 8 qoladi. Ikkinchisida esa mapda esa iPhone 15 bilan Pixel 8. Buni ham xuddi shunday qilib map bilan filtrlashadi. Hisob kitobida. Endi total summani yozib chiqamiz. Let total sum qo'ydik va produktning ichidagi filtr
birinchi konsolimizda tanlanganlar chiqadi. Tanlanganlar deb yozamiz. Results. Ikkinchi konsolimizda esa narxlari hisob-kitobi chiqadi. Nima deb yozsak bo'ladi? Ombor deb yozsak, ombordagi jami summa. Oxirgi total summa qo'yamiz. Dollar belgisini qo'ysak, dasturimiz yaxshiroq chiqadi. Endi chiqsin ko'ramiz. Ko'rganlaringdek tanlanganlar iPhone 15 va Pixel 8 tanlangan ekan va narx borasida ombordagi jami summa $2030. Hisob-kitobda $2030 chiqqan. E'tibor bering, biz metodlarni bir-biriga ulab ishlatdik. Bu kodni o'ta professional va qisqa ko'rinishga keltiradi. Do'stlar, bugun biz massivlarni poydevoridan tortib eng cho'qqisigacha chiqdik. Massivlar bu JavaScriptning yuragi. Agar siz ushbu metodlar, ayniqsa map, filter, reduce yaxshi o'zlashtirsangiz, sizga har qanday ma'lumotlar bazasi bilan ishlash qo'rqinchli bo'lmaydi. Bu darsimiz shuncha edi. Hammaga rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr. Videolarga obuna bo'lib qo'yasizlar, kanalga videolarga like bosib qo'yasizlar. Savollaring bo'lsa, kommentariyalarga yozib ketasizlar. Va xohlagan mavzularing bo'lsa, yozsalaring, o'sha mavzudan davom etamiz.